Hojiboy Tojiboyev aytadi-ku, bolaga hech narsa kerak emas, unga faqat sut kerak, deydi-ki, mana shu. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugungi to'yimiz Ratana to'yxonasida bo'ladi. Xudo xolasa bu to'yimiz har doimgi to'ylarimiz kabi juda ham qiziqarli bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting va bugungi to'yimizning ham eng qiziqarli hikoyalarini tinglab boring. Hojiboy Tojiboyev aytadi-ku, bolaga hech narsa kerak emas, unga faqat sut kerak, deydi-ki, mana shunday qilib, bu bolaga ham to'y kerak emas, unga PUBG kerak, PUBG. Ayollarimiz har doimgidek faol. Yetkazgan ekanlar va medallari bilan birgalikda bitta chiroyli qarsaklaringiz ostida ushbu Ro'zigul Ibragimova, sizning farzandingiz O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari maxsus operatsiyalari kuchlarida harbiy qism komandiri. Marhamat, topshirib qo'yasizlar deydilar. Sevmiş to'ylarga Hamalaringizga tashakkur izhor etaman. Marhamat kelin va ko'ramiz yonlarida ularning aziz onajolarida barcha yaqinlarini birgalikda taklif etamiz. Asim shu yo'q. To'xtay. Vals maydoni ham bolalarning o'yingohiga aylanib ketdi.